Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun obzorimizda yangi отдельно стоящий morosilkamiz Total No Frost bo'ladi. Modeli SFR 260 SS. Diapazoni gradusi -14 dan boshlanib -14 dan -24 gacha ishlab beradi. Super freeze funksiyasi ham также bor, и eco funksiyasi ham bor. Также child lock. Yosh bola tegmasligi uchun. Ovozni ham yoqib o'chirib qo'ysa bo'ladi. O'zingizning xohishinglar bo'yicha. Xo'p, ichiga o'tadigan bo'lsak, 260 litr общий объем bo'ladi. 4 ta polkadan iborat. Bitta kichkina polkasi bor, и lotnitsasi bor. 2 ta polka и 5 ta tortmadan iborat bo'ladi. Har bitta tortma polkasi 1.2, 1.5 kilogramm bo'ladi va maksimalniy har bittasi 24 kilogacha ko'taradi. Холодильникimiz полностью No Frost, metal cooling ham orqa qismida bor. 0,818 kilovat расход и годовой расход 299 kilovat bo'ladi. Ruchkasi ham juda ham chiroyli stilda qilingan, dizaynda ham tortganinglarda ruchkasi ham chiqib keladi va juda ham chiroyli beradi. Ustidagi tashqi materiali ham приятный на ощупь и ko'rinishi ham juda ham chiroyli.